Assalomu alaykum. Yaxshi Assalomu yetib keldingizmi? Yaxshi, rahmat. Xo'sh. Qayerdansiz? Samarqand, Samarqand qaysi tomonda yashaysiz? Daryo. Oqdaryoda. Erozivniy язвенный колит в фазе активного воспаления. Ya'ni faollashgan davrida kepsiz. Mana qog'oz. Ana endi qachondan beri kasalsiz? Yanvar oyidan. Yanvar oyida. Necha marta tashqariga chiqasiz? 3 marta, 4 marta. Xo'p, yozilganingizda nima ko'rinadi? Shilta, Oq emasmi? qizg'ish. Qizg'ish. Sgushenniy molokoga o'xshamaymi? Yo'q. Ringga o'xshamaydi. Yo'q. Qon bor har zaman. Ko'pmi, kammi? O'rta uncha emas. O'rta. Xo'p, 3 marta chiqdingiz. Qorin sohasida og'riq sezasizmi? Mana shu tomonim, chap tomonimda. Ozroq vaqtda yozilgan paytingizdami, yozilganingizdan keyinmi yoki kun bo'yi g'ingshib Yo'q, turadimi? kun bo'yi mana har zamonda. Ko'nglingiz ayniydimi? Yo'q. Ishtahangiz yaxshimi? Yaxshi. Nima bezovta qiladi bundan tashqari? Ichimda dam bor, qornimda keyin g'o'ldirash bor. G'o'ldirashlar hech narsa emas. Ha. Qarang. Ichak mana bunday bo'lib turishi kerak. Toza ichak. Toza ichak. Ichiga ovqat tushadi, ovqatni so'radida devordan tashqariga shirasini o'tkazadi. Ovqat tuppasi qolib, axlat bo'lib chiqib ketadi. Shu yer yara bo'lib, mana bu tomoqdagi yaraga o'xshab turib, yara bo'lib qolgan. Shu yarani yallig'langan joyida mana bunaqa narsalar oqib tushaveradi. Shuni bitkazadigan dori beraman. Lekin uni quruq ichgan bilan ishingiz bitmaydi. Mana bu yerda ichi to'la axlat-ku, o'shani yuvib tashlash kerak. Yuvib tashlagandan keyin ichi toza bo'lib, kolonoskopiyada toza bo'lib qolganini ko'rsatyapti-da. Meni uyimda har kuni kolonoskopiyaga o'xshagan holatda yurishingiz kerak. Ya'ni ichak yuvilib, ertasi kuniga top-toza bo'lib turishi kerak. Shunda men dorim ta'sir qiladi. Tushundingizmi? Shuning uchun bu yerda klizmamiz bor. Klizmani ayolim qiladi, ojoningiz. 9 kun davomida klizma olasiz. 10 kunlik lecheniya hisobiga. Bugun endi hozir kech keldingiz, endi damingizni olib bir kunda o'tkazasiz. Mehmonimsiz. Ha. Tushundingizmi? Hozir yarim kunga qilib pulingizni olib o'tirmang. Tushundim. Hozir kelganingizda abit o'qib qoladi. Demak, ketdim, mana keldim, kech gaplashyapmiz. Tushunarli? Lecheniya shunaqa. Bir termos dori beraman. Bir o'zingiz televizorda ko'rib, telefonda kavlab yotaverasiz. Sherik bo'lib qolsa, sherik bilan hangama qilasiz. Bu qachon kelishini men aytolmayman. Bu yerga karvonsaroydek bir to'lib qoladi, bir yo'q bo'lib, hammasi birdaniga xayrlashib ketaveradi. Hali pioner lagerga bir sezon bo'ladi-ku. Bu shunga o'xshaydi. Tushunarli? Tushunarli. Shuning uchun bir xafa bo'lib, bu yerga kasal kelmayapti, anaqa yoki kasal ko'payib ketdi demasdan, asta-sekinlik bilan o'zingizni o'ylab, sog'liqni o'ylashingiz kerak. Birinchi navbatda shuning uchun kelgansiz. To'g'rimi? Ha, to'ppa-to'g'ri. Savollaringiz bo'lsa bering. Nimalar? Savolim yo'q, YouTube'dan ko'rib, tushundingiz-a? Tushunib. Davolash vaqtichi 10 kun davomida davolaganimdan keyin 10 kunning ichida boyagi chopishingiz kamayib qolib, yugurishingiz kamayib, qorningiz dami pasayib, bundan tashqari axlatingizdagi shiltalar kamayib yoki butunlay yo'q bo'lib, ertalab yozilganingizda odamlarga o'xshab yoziladigan bo'lsangiz, 10-kunlarimi, 7-kunlardan boshlabmi bilmayman qaysi, o'shanglar bo'lsa, demak boshqa kelmaysiz. Agarda 10 kun ichida kamayib bu, lekin oxirigacha tugamasa, 1 oydan keyin kutaman. Mana shuncha joydan ichagingiz masalan shuncha bo'lsa, shu yerdan shu yergacha davolab berilsam, bu yoq qoladi-ku. Hozir qanchalar joyi, doktor? Bir 40 santimetrlar bor. Mana shu ichakda. 1,5 metr ichagingizning ichidan. 40 santimetrlardan xo'p 30 ni ham bartaraf qilay, katta gapda. Shunday. Shu paytgacha qila olmadingiz-ku, qishdan beri, to'g'rimi? Qila olmadim. Barakalla. Qila olmadingiz. 2 santimetrni ham qila olganingiz. O'shani 30 ni qilib beralsam, demak, ozginasi qolsa yana kelasiz. Choy davolandim, umuman o'zgarish. Nima bo'lmaydi. Menda hamisha o'zgarish bor. Faqat birovlar 90%, birovlar 100%, birovlar 70%, hammasi har xil. Birov yengilroq holatda kelsa, birdaniga 10 kun ichida chiqib ketadi. Agarda birdaniga bo'lmayotgan bo'lsa ham, ko'zi bilan ko'rgani uchungina ko'ngli to'lib ketadi.
bo'ldi bir oylik qilib turay uyimda dam olib kelay yana kelaman deydi qolganini davom ettiradi va yozilish axlat oddiy bo'lsa bo'ldida ishi shunday bitdi shunday boring kolonskopiyaga tushib keling demayman ikkinchi martasiga faqat yozilganingizni ko'rishim kerak har kuni natija har kuni ertalab birinchi navbatda paqiringizni beramiz paqirga yozilib qopqog'ini yopib qo'yib qo'yasiz men ko'rganimdan keyin siz klizmaga borasiz tushundingizmi undan keyin o'sha boyagi ishlar boshlanadi ayolim sizga qaraydi boshqa nimasi bilan ishlaringizni bajarib yordam beradi bo'ldi mendan faqat maslahat anaqa olasiz bir marta kuniga ko'raman dorilaringizni tayyorlab beraman dori har nimada ham beriladigani ham bor a bitta kechqurun beriladi bir martasiga berilayotgani ham bor asosiysi shu ertalab berilayotgani shu dorini kechgacha kuchingiz yetgancha ichasiz 2 litrini ichib berasiz degan majburiyat yo'q ham jussangiz kichkina ekan xudo biladi uni ichishingizni lekin ichsangiz katta gap bo'ladi qoldim doktor baquvvat edim ha o'shani kim biladi deyman oldindan gapirmay lekin o'sha dorini ichib beraversangiz o'zingiz foydasiz kuchingiz yetsa taqirroq narsa achchiq emas просто taqirroq sog'liq uchun ozozdan ustidan suv qilib ichaverasiz tushunarli tushunarli salomat bo'ling rahmat yaxshi dam oldingizmi assalomu alaykum yaxshi rahmat erozivniy yaзвенный kolit fazi aktivного воспаления degani avj olgan paytida degani kolit siz nimada samarqandda dedingiz qancha bo'ldi bu kasal bo'lganingizga yanvar oyidan beri yanvar oyidan beri omadingiz bor ekan kasal rivojlanmasdan kelib qoldingiz o'tib ketmasdan keldingiz mana hozir qarang 7-chi kuni kelgansiz bugun 10-chi kuni dorilaringizni birga berib olyapman ketyapsiz kelgan o'shadagi uydagi bo'lgan voqeani aytib bering qanday ahvolda o'tiruvdingiz tushkun ahvolda edim xo'p tushkun qornidagi og'riqni qornim chap tarafida og'riq bor edi damlari yozilish chopish yugurish 3-4 hojatxonaga borardim ha hojatxonaga borganingizda axlatning sifati qanaqa edi axlatim qon yering aralash edi qoniga aralash bugun ko'rdim oddiy suyuq axlat kelyapti sap sariq odamlarnikidek endi ozroqgina mehnat qilsangiz qotish nimasiga boradi bo'ldi 6 oy davomida yemaysiz boyagi meva chevadan tarvuz qovundan nariroq yurasiz og'zingizga hech balani solmaysiz pishmagan narsani parhez degani mana uydagi ovqat berganim mana shu oddiy ko'rdingizmi hech nima emas 3-4 marta yozilaman chap biqinimda og'riq bormi kamaydi boru kam ancha kamaydi ichakni ochgani hisobiga dalika sigma kasalligingiz bor ekan ya'ni ichak cho'zilib qolgani hisobiga ichak cho'zilsa mana kindikni tagiga aylanib qoladida keyin mana bu chap biqinga og'riq bera boshlaydi bu yerga yig'ilib qolgani uchun xuddi bu мясорубкаni ichiga pay kirib qolsa qiynalib qolasiz-ku chiqarishga xuddi shunday bo'ladi mana hozir klizmani hisobiga agar yaxshi klizma olgan bo'lsangiz o'shani hisobiga boyagi narsani yuvib ichakni to'g'irlattirdik endi yozilyapsiz bemalol tushunarli ikkita savol shuncha yo'l bosib kelib samarqanddan afsusda emasmisiz yo'q afsusda emasman yaxshi mehnatini rozimisiz roziman mingdan ming roziman rahmat salomat bo'ling bergan pulingizga rozimisiz roziman alloh rozi bo'lsin